Murojaat. Mehribon Allohning inoyati. Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatidagi mas'ullarning kecha-kunduz tirishchanlik ko'rsatish jarayonida 2019-yili 10-may Gollandiya Zeyst shahri bozor markaziga yaqin joydan muvofiq bir ishxona binosi setib olindi. Bu bino 683 metr kvadrat bo'lib, setib olishga ketgan umumiy pul 601.800 yevro. Bunun 200.000 yevrosi Gollandiyadagi millatsevar qarindoshlarimizning necha yillardan beri to'plagan sarmoyasi. Qoldi 400.000 yevro qarzi elindi. Mushu munosabat bilan butun dunyodagi muhojirat yashayotgan barliq qarindoshlarimizga sevgi va ishonch bilan murojaat qilamiz. Xitoy kommunistlari ana tuprog'imizdagi Uyg'urlarni yo'q qilish uchun elib berayotgan razil siyosatlarga qarshi chirqimizni o'chirmaslik maqsadimizda ko'rsatgan tirishchanliklarimizni yaqindan qo'llab, kimligimizni va dinimizni saqlab qilish yo'lida atlangan oyoqlarimizga jo'r bo'lib, saxiy qo'llaringlarni echib, bizning bu qiyinchilikdan qutulishimizga yordamda bo'ladi degan umidda. Alloh Karim birga necha yuz hassilab berguchi, yordamingiz zoya ketmaydi. Davlat qurish ishi kichiklikdan cho'ngayadi. İnşallah Yevropadagi kichik davlatimizni qurib oldik. Qani, qarindishim, siz mi ishtirok qiling? Rahmat.